Selam dostlar, top 5 topşırığımız için devam ete. Hem bugün yigitler çıgarılır sizin için. Bugün ben sizinle top 5 en kızıklı futbolist bilen tanıştıracakman. Gittik. Hem elbette indi birinci futbolist bulup Cristiano Ronaldo kelep. Çünkü o bir sezon içinde 17 gol kiritken. Hem tağın 4 tapkır altın Boots premiyasına layık bulgan. Dostlar, bu bit şunday köp. İkinci futbolist bulup Lionel Messi kelep. Ol endi 17 yaştan futbol bilen şug'ullana hem professional o'ynaydi. Şu vaqtda ol endi 10 tapkır İspanya çempionu bo'lgan, hem 8 tapkır İspanya'nın Super Kubogina loyiq bo'lgan. Menimcha yigitlar, siz 3-chi futbolistni bek yaxshi bilasiz, chunki u Neymar. 2011 ham 12 yillarda Neymar Kunyoq Amerikaning eng yaxshi futbolisti bo'lgan. Neymar biz senga o'ngishlar tilab qolamiz. 4-chi futbolistimiz Rossiya futbolisti Artyom Dubov. U 2016-yilda o'zgan Yevropa chempionatining qatnashuvchisi ham 2018-yilda o'zgan Dünya chempionatining jenguvchisi. 5-chi futbolist bo'lib, men albatta o'zimning yaratgan futbolistim Aleksandr Golovin turida so'zlashakman. U 2013-yilda o'zgan Yevropa chempioni ham 2015-16-yillarda Rossiya chempioni. Hozirgi vaqtda Fransiyadagi klublarda o'ynaydi. Bugunga mana shular edi. Sizning yaratgan futbolistingiz nima? Kommentariyalarga yozing. Eng muhimi like qo'yishni unutmag'ingiz. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar.